Assalomu alaykum hammaga. Kecha birinchi finalchi aniqlandi. Arsenal Atletiko o'ynadi. Arsenal yutdi. Bugun endi PSG Bavariya bo'lib o'tadi. Yarim final juftligidan javob o'yini. Xudo xolasa bugun PSG bilan Bavariya o'ynaydi. PSG o'zining uyida yutgandi. Endi Bavariyaning uyiga mehmon o'ynaydi. Hal qiluvchi uchrashuv. Javob o'yini soat bugun 23:50 dan boshlanadi. Zo'r javob beradi. Bu turda beramiz xolasa. Kechagi o'yinlar zo'r bo'ldi. Vaziyatlar ko'p bo'ldi. Hafta o'yinlar bo'ldi. Lekin natijada Arsenal o'z himoyasini ko'rsatib, irodasini ko'rsatib, g'alabani qo'llaydi. Birinchi finalchi aniq. Endi ikkinchisi PSG yoki Bavariya bo'lishi mumkin.